Havalar 26'ya satıldı, bu satıldı bu. Böyle moylovlar turolmaydi mi? Ya moylar tura. Çini ham, çini ham. Şimdi yapalım. Bugün ham kesdi. Bittasini kiracak. 2 kilo atrofida, narigi. Baliq bor ishda qoldi. Qassoblar ekan bular. Ha, qassoblarni tozalashdan o'rganish kerakda. Qonidan yorish kerak ekan baliqni. Tepasida yorardi. Qonidan yorsangiz yopishib qolar bir-biriga qayrilib. Tepasida yorardi. Voy. Oho. Qanoti qolmaydi ekanda. Akulani qanotini yesa bo'ladimi? Yo'q. Tagidan olib tashlab bo'lmaydi. Kelsa yeydimi? Evet, tane kesib o'tdi, kesaman. Yana yopa. Kattalar 26 bin, o'sha shkona qoldi. Qo'yib tozalab Yuragi qayda bo'ladi buni? Bozorda katta bo'lgan. Kallasida. Yuragini ko'rsating bir. Nargiz nech pula? 25 so'ra. Yo. Mana baliq. 25 ming. Bilish kerakda. Bular tozalab pishirib berishi 20 Mana ming. qarang. Nechta? Bittasini ish qilishgan ekan. 1,5 kilo, 2 kilogacha bormaydi. Sizniki yomon odam. Endi yorarkan buni. Yo'q. Yo'qsizmi bu? Bola ham katta. Yuragi chiqamishidan. Kallasida. Mayda baliq 18 ming kilosi, tozalangan tayyor. Mana katta. Bunda ham qon bo'lar ekanda. Yuragini olib ko'rsating. Oching, unda chiqaring. Mana yuragi uryapti. Turibdi yuragi. Uryaptimi? To'xtangchi. Muhammad aka, O, uryapti-ku. bilasiz buni ham. Ishlayapti-ku. Qazon qozonga tashlaganda o'ladi deydi-yu. Ha. Aslida qamallab o'lar ekan, bo'lmasa o'lmaydi. Qo'yib. Yaxshimisizlar, sizmisizlar, ta'tilmi? Yuragini olib tashladingizmi hozir? Ha, oldim. Rahmat. Allohu akbar. Sizmisizlar? Rahmat. Xo'p, nima chiqsa xudo xolasa. Bo'ldi, mana shu bittani nima qilyapsiz? Yana boshqani boshladi. Uni yor.